bugungi darsimizda gipsli bog'larni qo'yish. Gipsli bog'larlar suyak sinishlarda yopiq sinishlarda qo'yiladi. Ochiq sinishlarda biz kamdan-kam gipsli bog'larni qo'yamiz. Nimagaki ochiq sinishlarda ko'pincha maydalangan sinishlar kuzatilishi mumkin va to'qimalarda gipsli bog'lar qo'yganda har xil mikrojarayonlar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun biz kichik hayvonlarda va yopiq sinishlarda, bundan tashqari distal sohalardagi sinishlarda, ya'ni boldir va kaf barmoq suyaklari sinishlarida biz gipsli bog'lardan foydalanamiz. Son suyagi va yelka suyaklariga gipsli bog'lar kamdan-kam qo'yiladi. Bunda ko'pincha ochiq intramedulyar osteosintez usuli bilan suyak kanaliga shtitka o'tkazishimiz mumkin yoki plastinali osteosintez amaliyotini o'tishimiz mumkin. Yopiq sinishlarda esa ko'pincha biz gipsli bog'lardan foydalanamiz. Gipsli bog'larni qo'yishdan avval hayvonni holatiga qaraymiz. Agar hayvon juda ham agressiv bo'ladigan bo'lsa, ya'ni juda ham bezovta holatdagi tipda bo'ladigan bo'lsa, xayoliylarda bunda biz narkozdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Chunki suyaklarni to'g'rilatganimizda hayvon juda ham bezovtalanishi mumkin va ishimizga xalaqit berishi mumkin. Chunki bizga tinch holat kerak bo'ladi. Suyaklarni nima qilish kerak? Joy-joyiga olib kelishimiz kerak. Gipsli bog'larni qo'yishdan oldin birinchi navbatda biz narkoz bilan tinchlantirib olamiz. Ikkinchi navbatda yaxshi fiksatsiyaga amal qilamiz. Gipsli bog'larni qo'yishdan avval biz sinishlarni gipsli bog'larni qo'yishdan avval gipsni tayyorlab olamiz. Biz ikki xil gipsli bog'lardan foydalanishimiz mumkin. Birinchisi tayyorlanganlar. Ular o'zlari tayyor gips nimasi ichiga kiritilgan bo'ladi, tayyor bo'ladi. Demak, uni qotish ham oson bo'ladi. Lekin hamma suyak sinishdan ham bundan foydalanish to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz o'zimiz nima qilishimiz kerak? Gipsli bog'larni avvaldan tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Bizga demak bir qancha qavat qo'yishimiz uchun mardi va gips kerak bo'ladi. Uni tayyorlab olish uchun qanday qilamiz? Qo'yishdan avval bir qavatni qilib, mardini siqib olishimiz kerak. Nimagaki keyinchalik gipsni olayotganimizda qiyinchilik tug'ilmasligi uchun. Вообще,